Chempionatiga bizning yurtdoshlarimiz, futbol terma jamoamiz chiqdi. Qanday sharhlagan bo'lardingiz? Ozgina. Mirza Hakim aka To'xta Mirzayev sharhlayaptilar, tomosha qilamiz. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Meksikaning Azteca stadionida yana bir necha daqiqadan so'ng futbol bo'yicha jahon chempionati guruh bosqich uchrashuvi boshlanadi. Bu kun O'zbekiston futboli tarixida abadul abad muhrlanib qoladi. Chunki maydonda ilk marotaba jahon chempionatlari final bosqichida o'z o'yinini O'zbekiston milliy terma jamoasi o'tkazadi. Ishonchim komil. Butun O'zbekiston mana shu kunni orziqib kutdi. Bugun tuni bilan hech kim mijja qoqmadi va ertalab biz hammamiz yaxshi duodamiz. O'zbekiston terma jamoasi albatta bugun sizu bizni xursand qiladi degan umiddamiz. Maydonga har ikkala jamoa vakillari chiqib kelishyapti. O'zbekiston terma jamoasi tarkibi bilan tanishtirib o'tamiz. Marhamat. Rahmat. Juda ajoyib.